Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, bugun qalb amallaridan tavakkul haqida gapiramiz. Tavakkul sifati bu tavakkal qilishlik qalb amallaridan. Tavakkal qilishlik iymonning eng asosiy amallaridan biri hisoblanadi. Allohga iymon keltirgan odam u tavakkal qilmasa uni iymoni sahih bo'lmaydi. Va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Allohga mu'min kishilargina tavakkal qiladi. Allohdan boshqaga tavakkal qilishlik bu tavhidni buzadigan narsalardan bo'ladi. Bu narsa qalbdagi eng muhim amallardan hisoblanadi. O'zi qalb amallari hammasi ham muhim. Shulardan asl bo'lganlari haqida birinchi boshlab gapiryapmiz. Birinchisi kasallik haqida, mana kibr haqida gapirdik. Keyin ixlos haqida gapirdik. Keyin yana kasalligidan tama haqida gapirdik. Bu qalb kasalliklaridan bo'lgan katta bir kasallik. Bugungisi endi bu ijobiy sifatlaridan tavakkul sifati. Bu narsa yana takror aytamiz, iymonni lozimlaridan hisoblanadi. Ya'ni bu degani iymoni bor odam albatta tavakkul qilishligi kerak. Inson borki tavakkulga muhtoj bo'ladi. Tavakkal qilishlik bu insondagi g'ariziy sifat hisoblanadi. Xuddiki taalluhga o'xshab inson Allohga ibodat qilishligi g'ariziy sifat. Ya'ni xohlasin, xohlamasin ibodat qiladi. Agar Allohga ibodat qilmasa, boshqa narsaga ibodat qiladi. Bu g'ariziy sifat, xuddiki uxlash g'ariziy sifat bo'lgani kabi. Yoki kulishlik, xursand bo'lishlik, xafa bo'lishlik, qorin ochqashligi. Xohlang qorningiz ochqaydi. Xohlang suv saysiz. Xohlang bir g'ariziy sifatlarni qilishlikka muhtojsiz siz. Xohlamasangiz ham o'zi keladi u. Xuddi shunday insonda Allohga ibodat qilishlik g'arizasi bor. Xuddi shunday tavakkal qilishlik g'arizasi ham bor. Agar Allohga burmasangiz shu tavakkalni inson boshqa narsaga tavakkal qiladi. Kimdir pulga suyanadi. Kimdir bo'lsa bir mansabdor odamga suyanadi. Kimdir o'zini kuch-quvvatiga suyanadi. Mo'minlar bo'lsa faqatgina Allohga suyanadi. Buni zikr tarzida aytsak la havla va la quvvata illa billah. Kuch-quvvat faqat Allohga, biz suyanganimiz Allohga, Allohdan so'raymiz. İyyake na'budu va iyyake nesta'in. Mana birinchi oyatda bizga o'rgatilgan narsa iyyake na'budu va iyyake nesta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina madad so'raymiz. Allohdan boshqadan madad so'ramaymiz degan. Demak, tavakkul sifati bu arab tilida vakala kalimasi. Mana tavakkala degani o'zini ishini birovga topshirish, suyanish ma'nosida. Istilohiy ma'noda tavakkul degani as-siqatu billahi wal i'timadu alayhi degani. Ya'ni Allohga ishonishlik va unga suyanishlik. As-siqatu billah wal i'timadu alayhi. Allohga ishonishlik va unga suyanishlik. Allohga ishongan odam suyanadi. Allohning kuch-quvvatiga, Alloh asrovchi ekanligiga qanchalik darajada sizda yaqin, iymon kuchli bo'lsa, shunchalik darajada tavakkul kuchli bo'lib boraveradi. Biz o'tgan majlisimizda aytib o'tgandik, qalbning ikkita tomoni bor. Bir ilm tomoni bor, uni ismini nima dedik? Fuat deyiladi. Uni amal tomoni bor. Ilm tomonida qanchalik Allohni tanishlik, ma'rifatulloh ko'paysa, shunchalik darajada tavakkul ko'payib boraveradi. Demak, bu tavakkul Allohni tanishlikning lozimi, Allohga bo'lgan iymonni nima? Lozimi degani o'shandan kelib chiqadigan narsa. Qanchalik darajada sizda iymoniy quvvatingiz kuchli bo'lsa, shunchalik darajada tavakkul sifat insonda kuchayib boraveradi. Qur'oni Karimda mana shu tavakkul qilishlik, odamlarni tavakkulga chaqiradigan ba'zi bir qissalarni, insonni qalbini mustahkamlaydigan ba'zi bir qissalarni keltiradi. Shulardan biri bugun biz aytmoqchi bo'lganimiz Qasas surasini boshidan boshlab shu haqda gap ketadi. Alloh taolo aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Tosin mim tilka ayatul kitabil mubin. Ya'ni tosin mim degani bu huruf muqatta'atlar. Bu haqida keyinroq gapiramiz. Tilka ayatul kitabil mubin. Mana bu ochiq bo'lgan oyatlar, kitob. Ya'ni bizga yo'l ko'rsatayotgan narsa. Mubin, ochiq, hamma narsa ravshan qilingan. Endi bu yoqqa voqeaga kirishib Alloh taolo aytadiki: "Natlu alayka min naba'i Musa va Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun." Biz sizga Fir'aun bilan Musoni voqeasini, hikoyasini tilovat qilib aytib beramiz, iymon keltirayotgan odamlar uchun. Bizning Qur'onda Musa alayhisalomning hikoyasi juda ko'p joylarda kelgan. Baqara surasida kelgan, mana Qasas surasida to'lig'icha kelgan va boshqa suralarda ham
ozroq u yoqdan bu yoqdan aytib o'tgan joylari bor, ko'p kelgan. Lekin to'liqroq kelganligi mana shu nimada kelgan, Qasos surasida. Bunda biz uchun juda ham katta ibratlar bor. Fir'avn bilan Musa alayhisalomning o'rtasidagi to'qnashuv unda yoritiladi. Bu Fir'avn ismi kimligi bizga muhim emas. Fir'avnning ismi kim ekanligi va uni qaysi shaharda o'tganligi ham muhim emas. U albatta Misrda o'tgan Fir'avn. Musa alayhisalom o'sha bilan tortishgan, lekin u muhim emas. Agar qissalarni biz aylantirib qarasak, 5 ta narsa atrofida aylanadi qissa. Birinchisi shaxsiyatlar, ikkinchisi zamon, keyin makon, keyin uqda, u muammo. Ruscha aytganda problema deydi-ku. Shu, keyin beshinchisi uni halli, yechimi. Ya'ni shaxsiyatlar deganda birinchisi o'sha shaxsiyat agar muhim bo'lsa, shaxsiyatni keltiradi Qur'onda. Agar shaxs muhim bo'lmasa, o'sha keragicha keltiradi, keragidan tashqari keltirmaydi. Masalan, ba'zi shaxslarni aytadi-da, uni ismini aytmaydi. Fir'avn deb aytildi, uni ismi aytilmaydi, chunki ismi muhim emas bizga. Va uni zamoni, qaysi zamonda o'tgan? Musa alayhisalom bo'lyapti voqea, demak Musa alayhisalom shundan bilib olamiz. Agar bo'lmasa, uni zamoni ham muhim emas. Va qayerda bo'lgan? Misrda bo'lgan. U ham bizga muhim emas, uni Misrda bo'lganligini biz boshqa xabarlardan eshitib bilib oldik uni. Fir'avnning Misrda o'tgan ekanligini. Ya'ni asosiy narsa u yerdagi muammo. 4-inchisi. 5-inchisi uni halli. Xuddi o'sha muammo va uni yechimini Musa alayhisalomning shaxsida va Fir'avnning shaxsida Alloh taolo uni ko'rsatib beradi. Agar yaxshilab bir e'tibor bilan qaralinsa, o'sha sizlar iymon keltirgan odamlar uchun bunda juda ham katta bir ibratli narsalar bor. Natlu alayka min naba'i Musa va Fir'avna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'avna ala fil ard. Fir'avn yerda juda ham o'zini katta o'rdi. Fil ardi dedi Alloh taolo, alal ard demadi. Chunki bu Fir'avn har qancha o'zini katta degan bilan baribir yerda u. Osmonga chiqib ketolmaydi. Innaka lan tahriqal arda va lan tablughal jibala tula. Yerni teshib yora olmaysan deydi Alloh taolo va osmonga chiqib ketolmaysan. Bo'ying uzun bo'lib osmonga ketolmaysan. Baribir inson go'shtdan, qondan bo'lgan inson har qancha o'zini katta olgan bilan. Lekin Fir'avn o'zini katta olib, inna fir'auna ala fil ard va ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. O'zini ahlini, yer ahlini, odamlarni ikkiga bo'lib bir toifasini qul qildi. Ularni o'g'il bola tug'ilsa, o'g'illarini so'ydi. Qiz bola tug'ilsa, xizmat uchun qoldirdi. Innahu kana minal mufsidin. U fasod qiluvchilardandir Fir'avn. Qisqasi o'sha voqeani aytib keladi-da, asosiy bizni bugungi aytmoqchi bo'lganimiz Musa alayhisalomning onasi. Musa alayhisalomning onasiga Alloh taolo vahiy qildi. Va auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilayki va ja'iluhu minal mursalin. Fir'avn Musa alayhisalomning onasiga biz vahiy qildik. U vahiy qilishlikni ulamolar ilhom deb aytgan ba'zilar. Ba'zilar uni i'lom bildirishlik deb aytgan. Al-muhim o'sha Musa alayhisalomning onasi hech iloj topmay qolgandan keyin bu yerda hozir shaxsi muhim biz uchun. Kim o'sha Musoni olib kelib suvga tashlatgan inson kim? Uni onasi. O'sha paytdagi onani holatini tasavvur qildiryapti Qur'onda. U ona o'zini bolasini tashash juda ham qiyin narsa. Alloh taolo aytdiki, biz seni bolani senga qaytaramiz, xafa bo'lmagin dedi. Inna radduhu ilayki va ja'iluhu minal mursalin. Va uni payg'ambarlardan qilamiz deb va'da berdi Alloh taolo. O'shanda Musa alayhisalomning onasi Allohga tavakkal qilib, bolasini olib kelib turib, shunday sandiqqa solib turib, suvga oqizib. Ba'zi nimalarda aytadi, o'sha nimaga suvga qo'yib turib, ip bilan baylab qo'ygan deyshadi. Keyin bir kuni ip uzilib ketgan, ketib qolgan qarasadi. Lekin voqea uni ko'rsatmaydi, bu Isroiliyatlarda kelgan. Suvga tashlaga fa alqihi fil yammi deyapti Alloh taolo. Uni suvga tasha. Va la takhafi va la tahzani. Hech qo'rqma, xafa bo'lma, biz uni senga qaytaramiz dedi Alloh taolo. Demak, Musa alayhisalomning onasi shunchalik ishonganidan o'zini bolasini olib borib suvga shunday oqizib yuboryapti. Alloh qanday qilib qaytardi uni? Va'dasi bilan suvda Musa alayhisalom oqib bordi. Oqib borgandan keyin Fir'avn uni o'tirgan joyida o'sha Fir'avnning odamlari ko'rib qolgan, suvda oqib kelayotganligini. Olib kelib suvdan chiqargandan keyin shunday ochsa, bola ichida. Fir'avnning xotini Osiyo onamiz iymonini yashirib yurgan ayol bo'lgan kishi.
Ko'rgandan keyin Muso alayhissalomni yoqtirib qo'ygan. Bu qurratu aynilli valak la taqtuluhu degan. Menga ham senga ham qurratu ayn bo'ladi. Bu xursandchilik bola bo'ladi. Buni o'ldirmanglar degan. Mana shu bilan bo'ldi, ularga bola bo'lib qoldi bu. Muso alayhissalom. Endi unga Alloh taolo emizuvchilarni harom qilgan va harromna alayhil maradi'a min qabl. Oldindan biz Muso alayhissalomga emizuvchilarni harom qildik, hech kimni emmagan ayollarni. Bola yig'lavergan, kimni emizishni bilmay, keyin oxiri Muso alayhissalomning onasi o'zini qiziga aytganki, Musoning opasiga, "Bor qaragin, orqasidan kuzatib bor" degan. Bu kishi kuzatib borib Fir'avnning qo'liga tushganligini ko'rgan bolani. Qo'liga tushganligini, voqeani kuzatib turganda keyin borib turib, "Agar xohlasanglar bir emizuvchi bor, shuni men ko'rsataman sizlarga" degan. "Meni onam degan emizuvchi degan. Bizga pul kerak. Shu uchun emizadi" degan. "Bo'pti, bu onangni olib kel" deganda Muso alayhissalomni onasini olib kelib qo'liga pul berib emizdirgan. O'sha kuni hozir ertalab bolani qo'yib yuborsa, kechqurun uni qo'liga qaytib kelyapti, yana pul bilan qaytib kelyapti. Har oylik yeydigan ovqati qo'liga pul bilan qaytib kelyapti. Mana bu Allohga bo'lgan tavakkul. Agar Alloh taolo bir ishni qilaman desa, "Iza aradallohu shay'an hayya lahu asbabahu." Uni sabablarini muhayyo qilib qo'yadi, siz o'ylamagan joyingizdan qilib qo'yadi. Bir yamanlik bir bo'lgan voqeani aytib beryapti bir kishi. Yamanlik bir shayx bir kishi deydi, nimaga kelib Ka'bani tavof qilib turgan joyida bir odamga ko'zim tushdi deydi. Haligi odam qo'lini shunday tepaga ko'tarib, shunaqangi yig'lab duo qilyaptiki deydi. Allohdan duo qilib nima qilyaptiki, hech ko'zim tuzalmay qoldim deydi. Bir aylanib kelsam, yana shu Allohdan so'rab turibdi. Aylanib kelsam yana so'rab, keyin o'tirib kuzatib turdim deydi. Kuzatib turdim, o'sha qo'lini ko'tarib duo qilib yotgan joyida bir odam tavof qilayotganlardan bir odam shunday oldiga keldida deydi, haligini duo qilishiga bunday qarab, cho'ntagidan bir pachka pul chiqardidan keyin oldiga tashladi, ketdi deydi. Ya'ni u odam qaragan pulni ko'rgan yo'q odam deydi. Allohga duo qilib bo'lgandan keyin deydi, yig'lab pastga bunday qaratdan keyin pulni oldidan keyin turib ketdi bu odam deydi. Keyin orqasidan borib, haligi odamni ushlab oldimdan keyin menga voqeani aytib berasan. Yo'q, sen nima ishing bor desa, yo'q aytib berasan. Qasam ichib so'radi. Nima bo'ldi bu yerda? Men seni kuzatib turdim, sen duo qilding, keyin senga biror pul qo'yib ketdi. O'shani olib ketyapsan desa, shu yerga kelib men Allohdan so'rab turdimki, men juda qattiq muhtojligim bor. Qattiq so'radim, shu pulni berasan desam, qarasam bergan ekan, olib ketyapman degan. Qarang kelganimdan shu yo'q. Vallohi hayotimda men birorta odamdan narsa so'ramaganman degan. Odamdan narsa so'ramagan, Allohdan so'radim degan. Lekin Alloh taolo kimnidir kimga sababchi qilib turib, o'shani beryapti. Bu Allohdan agar haqiqiy ishonsangiz, haqiqiy Allohga ishonsangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilsanglar, law tawakkaltum alallohi haqqat tawakkul la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan va yaruhu bitana. Agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilsanglar, Alloh sizlarni xuddi qushlarni rizqlantirgandek rizqlantiradi. Ertalab qonni puch bo'lib boradi, kechqurun qonni qappayib qaytib keladi. U qushni bir shkopi yo'q, ovqat olib hisob qo'yishga, yo bir xazinasi yo'q. Uni xolodilnigi yo'q, olib kelib hisob qo'yishga. Hech narsa yo'q unda. Uyi ham xastan bo'lgan uy. U yerda bola chaqasi bor, o'shanga og'zi bilan olib kelib, ovqat olib kelib berib boqadi. Ertaga nima yeydi bolalarim deb o'ylamaydi. Allohga tavakkal buyog'i, yana uchib Allohning rizqini istaydi, o'shandan Alloh taolo berganicha rizq olib kelaveradi. Allohdan agar so'rasangiz, haqiqiy so'rasangiz, hayotda so'ragan odamni vallohi hech kimni mahrum qilmagan ekan Alloh taolo. Alloh Karim zot. Alloh taolo kim agar qo'lini ko'tarib so'rasa, Alloh uyalar ekanki, uni qo'lini qaytarib, qurib qaytarishga. Allohga haqli, siz so'rasangiz, Allohga haqli ijobat qilishligi. Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Agar menga duo qilsa, uni duosini albatta ijobat qilaman degan. Allohni ijobat qilishligi, yo hozir shu duoingiz ijobat bo'ladi, bu solihlarda juda ko'p ko'rilgan bu narsa. Shunday duo qilgan paytda ijobat bo'lib qoladi. Said ibn Jubayr talib ilm paytida tahajjud o'qiydigan odati bor ekan. Talib ilm paytida tahajjud o'qiyotgan, har kuni bir xo'roz qichqirib uyg'otar ekan u kishini. Xo'rozni qichqirig'i bilan uyg'onib turib tahajjud o'qir ekan. Bir kuni xo'roz qichqirmay tahajjudga uxlab qolgan ekan. Ertalab bomdod o'qigandan keyin bu xo'roz nima bo'ldi, ovozing o'chkir. Bugun qichqirmay qo'ydik-ku degandan ovozi o'chib qolgan ekan xo'rozni. Keyin onasi aytgan ekan, bundan keyin hech kimga duo qilmagin, bu xo'roz kifoya qilasenga degan ekan. Bo'ldi, kifoya bitdik degan. Shunga ovozing o'chkir deganligi uchun ovozi o'chib qolgan ekan uni. Ana shu bir og'iz duosi bilan mustajob bo'lgan odamlar bor.
Alloh taologa ijobat qilgan ular, Alloh ularning duosini birdan ijobat qiladi. Alloh ijobat qilmaydigan odam yo'q, lekin kimnidir birdan ijobat qiladi hozir, kimnidir o'sha barobarida keladigan balosini qaytaradi, kimnikidir oxiratga olib qo'yadi. Mana shu uchtadan bittasi bo'lmay qo'lingiz qaytmaydi. Duo qilavering Allohga. Hozir bermasa Allohning mulki kamayib qolmaydi. Yo hozir beradi aniq, yo o'sha duo barobaricha musibatni qaytaradi, yo bo'lmasa qiyomatga asrab olib qo'yadi Alloh taolo. Chunki Alloh Karim. Bunga va'da bergan. Allohga mana shunchalik agar ishonsa odam, haqiqiy siyona olsangiz, bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Inson mana shu cho'qqiga chiqalish kerak. Aynan shunday holat bu iymondan kelib chiqayotgan narsa. Buni solih kishilarning ko'proq hikoyalarini eshitishlik bilan, osmon va yerda koinotda fikr qilishlik bilan, Alloh haqida fikr qilishlik bilan, Allohning fe'llari, Allohning rahmati, Allohning mehribonchiligidan ko'proq fikr qilishlikdan bizda suyanch paydo bo'ladi Allohga. Agar o'shanday bo'lalsa, odam iymonda o'sha haqiqiy qimmasiga, cho'qqisiga chiqqan bo'ladi inson. Bu har qanday odam bo'lishi mumkin, odam hech kim o'zini zaif sanamaslik kerak. Bu qalbda amali, shunday qalb ochilsa, o'sha paytda o'zida odamda bir suyanch paydo bo'ladi. Allohga bo'lgan muhabbat, Allohga bo'lgan tayanch paydo bo'ladi. Bu narsa hamma odamda bor, lekin boshqa narsaga ishlatadi. Kimnidir qarindoshi katta bir mansabda ishlasa, o'sha odam qo'rqmay yuradi boshqalardan ko'ra. Nimaga desa, chunki unga suyanadi. Yoki puli ko'proq odam baquvvatroq yuradi boshqalardan ko'ra, puliga suyanadi, har payt pul bilan chiqib ketaman deb o'ylaydi. Pul nima degan narsa? Bir qog'oz u. O'shanga suyanyapti, qarang. Kimdir bir toshga ibodat qilgan odam o'sha toshga sig'inib turib baquvvat bo'lib yuradi. Lekin Allohga tavakkal qilgan odamlar, bular haqiqiy o'zi egasiga tavakkal qilgan bo'ladi. Tavakkal qilishlikda masalan ba'zi bir odamlarda, masalan Fotiha surasini ayting. Fotiha surasini shu o'qigan paytda ruqyada men o'qiyman, ta'sir qilmaydi, bu kishi o'qisa ta'sir qilishi mumkin. Ibn Qayyim rahimahulloh aytgan ekanlar, bu narsada o'zi mana shu gap duoda emas, duo qiluvchida degan. Ya'ni kamonda otuvchisida gap degan. Agarda kamon quvvatli bo'lsa, uni ipi qattiq tortilgan bo'lsa va qo'l qanchalik qattiq tortsa, kamon o'sha nishonga yaxshi boradi. Demak, o'sha duo qilganda ham hech qachon ikkilanmay duo qilishlik kerak. Qalb mustahkam bo'lishi kerak. Qasd qilib so'rash kerak. Ya Robbim, berasan deyish kerak. Bir kishi bo'lgan voqeada yana bittasini aytib beryapti, Shayx Muhammad Hassondan eshitganman buni ham. Aytadilar, bir kishi bir boy odamlardan bittasi shal bo'lib qolgan ekan. Shal bo'lib yarim tanasi ishlamay qolgan, oyog'i ishlamay qolgan ekan. Keyin bir kun bolalariga aytibdi-ku, meni Ka'baga olib boringlar deb turyapti. Siz bora olmaysiz desa, yo'q, olib borasan deb turyapti. O'ziga alohida samolyot olib, bolalari olib bordi. Ka'bani oldiga olib borib qo'yinglar meni debdi. Ka'bani oldiga borgandan keyin o'sha yerda arvo bilan Ka'bani o'sha nima sahnasiga tushiringlar yerga degan. Ka'bani sahnasiga tushirib, o'sha yerda to'xtatib qo'yib, qo'lini ko'tarib duo qildi. Ey Robbim, yo men shu yerdan yurib chiqib ketaman, yo qabrga chiqib ketaman debdi. Yurg'izasan meni degan. Shu duo qilaveribdi, 1,5 soat duo qilibdi. 1,5 soat duo qilgan. Oxir 1,5 soat duo qilib turib, uxlab qolibdi o'sha yerda, o'tirgan arvoning ustida. Uxlab qolsa kimdir baqiribdi, "Ho, yur, tez yur" deb turib baqiribdi. Yur desa, o'zi bilmay yurib ketib qolibdi. Ondan turib 5-6 metr yurgandan keyin esiga tushibdiki, o'zi shalligi uni. Qarasa oyog'i yaxshi bo'lib ketgan. Alloh qodir emasmi shuni berishlikka masalan? Albatta qodir. Qodir emas degan odam iymondan chiqadi. Agar xayolingizga kelsa ham o'shani Alloh qudratda shak qilgan odam ham iymondan chiqadi. Demak, muhim mana shu ishonchni, Allohga bo'lgan ishonchni kuchaytirishlik kerak. Tavakkulni o'shanda tavakkul kuchayadi, suyanchimiz kuchayadi o'shanda. Mana sahobalarni qarang. 3000 kishi bo'lib turib Rum bilan g'azot qilgan paytda ba'zi rivoyatlarda Rum 200 mingta desa, ba'zilarda 250 mingta kelgan. 3000 ta odam 250 ming kishi bilan urushgan. 3000 ta odam 250 ming kishi bilan urushgan. Sahobalar borib shunday jushlashgan paytda dushmanning holatini ko'rib, o'zlarining holati ma'lum, nima qilamiz deb maslahat qilgan paytda, biz nimaga keldik o'zi? Shahid bo'lishlik uchun keldikmi? Mana degan keldinglar degan. Orqaga qaytish yo'q degan, hammasi bir ovozdan. O'sha yerda urush bo'lgan, bular ham yengolmagan, ular ham yengolmagan, shunday ajralib ketgan keyin. Urushib keyin ajralib ketgan. Bu Allohga bo'lgan tayanchdan. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum
fazadahum imanan va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. U sahobalar shunday kishilarki, ularga odamlar kelib turib, Makka ahli sizlarga qarshi urushlik uchun tayyorlanyapti. Bu Badr g'azotidan keyin, kofirlar mag'lub bo'lgandan keyin ular qattiq tayyorgarlik ko'rib, hamma kuchini butun o'sha safarbar qilib, hammani ommaviy chaqirishni boshlagandan keyin ba'zi bir kishilar kelib turib, rivoyatlarda Nuaym ibn Mas'ud deydi yoki qaysi bir arobiy kelib odamlarga aytganki, Madina ahliga ehtiyot bo'linglar, tayyorlanyapti, sizlarga qarshi mushriklar qattiq tayyorgarlik ko'ryapti. O'shanda ular nima dedi? Vaqalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Bu Alloh bizga kifoya qiladi, eng yaxshi tayanch Alloh. Fanqalabu bi ni'matin minallohi va fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanalloh. Keyin natija nima bo'ldi? Ular Allohning ne'mati bilan, fazli bilan hech bir yomonlikka uchramay yurib ketaverdi. Demak, Allohga bo'lgan ishonch, Allohga bo'lgan iymon mana shunday tavakkalni keltirib chiqaradi. Tavakkal degani nima ekan? As-siqatu billahi va al-i'timadu alayhi degani. Allohga ishonishlik va Allohga suyanishlik. Qanchalik darajada odam ko'proq ishonsa Allohning quvvatiga, shunchalik darajada insonda bir ishonch paydo bo'ladi. Mana Ibrohim alayhisolamning qissasini qarang. Ibrohim alayhisolamni shu o'tga otgan paytda, o'tga o'sha manjanik bilan otgan ekan, o'tni yoqib. Hammamiz bilamiz qissasini. O'sha uchib ketishda Jibril kelgan ekan, nima hojating bor deb. Jibril kelib, nima hojatingiz bor deb so'raganda, ammo senga hojatim yo'q degan. Allohga bo'lsa, Alloh o'zi ko'rib turibdi hojatim degan. O'sha o'tga ketayotgan paytda aytayapti buni. Osmonda chiqib uchib ketishda hali aytayotgan gapi. Senga bo'lsa hojatim yo'q, Allohga hojatim bor, Alloh ko'rib turibdi degan. Alloh taolo o'sha paytda o'tga amr qildiki, qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Sen Ibrohimga sovuq bo'lgin va sovuq bo'lib yaxlatib yuboradigan emas, va salaman ala Ibrohim. Salomatlik bo'lgin dedi. Shunday olov kuydiradigan olov shunday gulxona bo'ldi, Ibrohim alayhisalom o'sha yerga borib tushdi. Alloh buyruq qilsa kuydirmaydi. Mana tavakkal qilishlikni natijasi mana shunday darajagacha boradi. U kishi haqiqiy sayyidul mutawakkilin. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qarang. Hijrat qilgan paytlarida hijrat qilib Savur tog'iga chiqib, o'sha Savurdagi g'orga kirib oldilar. Bu ham bir o'ziga yarasha tadbirda oldilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Madina bu tarafda bo'lsa, Rasululloh Makkadan bu yoq tarafga qarab chiqqan. Makkaning tepasida Savur tog'i bor, o'sha tog'dan bir taqriban 1 kilometrlar bo'lsa kerak uzoqligi. O'shada bir g'or bor, o'sha g'orga kirib olgan Rasululloh. Abu Bakr ikkalasi. Orqasidan kofirlar ham o'sha joygacha izlab borgan. Buxoriyning hadisida keladi, kofirlar o'sha yerga borgan paytda Abu Bakr roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, agar oyog'in tagiga qarasa bizni ko'radi" degan ekan. Shu darajagacha borgan. Shuni kelyapti, oyog'ini tagiga shunday qarasa Rasulullohni ko'radigan darajada bo'lib qolgan. Lekin Alloh ularni ko'rsatmagan. O'sha paytda Abu Bakr roziyallohu anhu ummatni ishiga ichi achib yig'ladilar. Endi agar shu turishda qo'lga tushsa tamom nima bo'ladi? Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "La tahzan innalloha ma'ana." Mana tavakkal. Xafa bo'lmang, Alloh biz bilan degan. Tavakkal ana shunday holatda Allohga suyana olsangiz, albatta Alloh taolo yordam beradi. Kerak bo'lsa, dushmanlarning ko'zini ko'rib qo'yishligi mumkin. O'zi qodir har narsaga. Sahobalar ba'zilari o'sha jihodga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqinglar deganda har xil nimalar qilib ishlarda odamlar yo'q-bu-yoq bo'lib turgan paytda man Anfal surasida Alloh taolo sura nozil qildiki, illa tansuruhu faqad nasarahulloh. Agar sizlar Rasulullohga yordam bermayotgan bo'lsanglar, Alloh unga yordam bergan. Qachon? Iz akhrajahu allazina kafaru thaniya ithnayni iz huma fil ghar iz yaqulu li sohibihi la tahzan innalloha ma'ana. Kofirlar ularni ikki kishi holatda quvib chiqargan paytda Abu Bakr bilan Rasululloh. O'sha paytda ular shunday kofirlar kelgan paytda Rasululloh sohibiga aytayaptiki, Abu Bakrga xafa bo'lmang, Alloh biz bilan deyapti. Demak, Alloh siz bilan bo'layotgan bo'lsa, bo'ldi, g'amingiz bo'lmaydi. Agar Alloh siz bilan bo'layotgan bo'lsa, g'amingiz bo'ldi, hech narsani g'amini yemang. Allohning o'zi kifoya qiladi har bir narsaga. Mana shunday tayanchga ega bo'lib, odam agar shunday ishonchga ega bo'lsa, Alloh taologa qattiq suyana oladigan odam bo'ladi. Buni mukofoti juda ham katta. Shu dunyoda baxtli yashaydi, tavakkal qila olgan odam. Hech narsani g'amini yemaydi. Baxtli, hech narsadan qo'rqmaydi. Allohga doim bog'lanishlik bilan qalbi lazzat qiladi odamni. Oxiratda bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, meni ummatimdan 70 mingta odam jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi deganlar.
Birinchi jannatga kirayotgan jamoat 70 mingta bo'ladi, birga kiradi jannatga deganlar, hisob kitobsiz kiradi degan. Sahobalar ular kimlar ey Rasululloh deganda aytgan ekanlar, allazina la yaktavun va la yastarqun va ala robbihim yatavakkalun deganlar. Ular kuydirib davolanmaydi va ruqya qilib qo'ying, meni o'qib qo'ying domla deb bormaydi birovning oldiga va Allohga tavakkal qilayotgan odamlar degan. Demak, mana shu 3 ta sifat odamda mahkam bo'lsa, hisob kitobsiz kiradigan odamlar jumlasidan bo'lib qolishligi mumkin. Alloh taolo hammamizni o'shalardan qilsin. Rasulullohdan o'shanda Ukasha so'ragan ekan, ey Rasululloh, duo qiling men o'shalardan bo'lay degan. Anta minhum deganlar. Sen o'shalardansan. Tamom, egalladi bu. Yana bir kishi turib, ey Rasululloh, meni ham duo qiling deganda, sabaqaka Ukashatu deganlar. Sendan Ukasha o'tib ketdi. Agar uni ham duo qilsalar, hammasi bitta-bitta aytib chiqish kerak. Tamom, shu bilan gap tugadi. Sabaqaka Ukasha deyishmi? Demak, mana bu narsa oxiratda bo'layotgan mukofoti, u hisobsiz jannatga kirib ketishligi. Shunday mahshar bo'lgandan hisob kitobda birinchi bo'lib turib, shularni olib chiqib 70 mingta odamni jannatga kirgizib yuborishligi. Ana shularning eng katta sifati nima? Ala robbihim yatavakkalun. Va man yatawakkal ala Allohi fa huwa hasbuhu. Kim agar Allohga tavakkal qilsa, fa huwa hasbuhu, Alloh o'zi kifoya qiladi. Allohga tavakkal qilsangiz, Alloh o'zi kifoya qiladi ishingizni. Buni misoli tarixiy misollardan, voqeiy misollardan ko'p, hatto har birimizni boshimizdan ham kerak bo'lsa o'tgan bu narsa. Qurtubiy rahimahulloh aytadilar, ispanlar o'sha Andalusda bostirib urush bo'lib qolgan paytda quvib chiqdi meni degan. Bir cho'l joyga qochib chiqdim deydi. Hech narsa yo'q joyga. Qochib chiqdim, qochishga joy topmadim. Shu paytda bir oyatni o'qidimdan keyin o'tirib oldim degan. Vaja'alna min bayni aydihim sadda va min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun deb o'tirib oldim. Oldimdan otliqlar yiqib o'tadi, beqib o'tadi, ko'rmaydi hech kim deydi. Keyin qaytib ketishida bir-biriga qarab, ehtimol u shayton bo'lsa kerak deb gapirib ketyapti ekan degan. Oldimdan o'tib ketyapti degan. Alloh taolo o'shalarni ko'ziga ko'rsatmay qo'ygan. Mana bu narsalar tarixda juda ham ko'p bo'lgan. Haligi quloq paytlarida o'zimiz taraflarda bir ahli ilmlardan bir kishi aytib bergan ekan. U kishini haligi nima qilishlik uchun, qatl qilishlik uchun olib ketishdi, haligi mojlarni orqasiga o'tkazib, oldida ikkita soldat o'tiribdi deydi, bu yoqda naryoqda bitta soldat o'tiribdi, bu yoqda men o'tiribman deydi. Shu mashina ketyapti, olib borib tinchitib, bu yog'i mashina bilan toshib odamlarni nima qilyapti deydi. Shu ketishda keyin Alloh taolo o'zi yordam beradi deb bir oyat o'qidim deydi. Va zannuni izhaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Ulamolar mana shu oyatni o'qishligi ko'proq mana shunaqalarga sabab bo'ladi, ko'p tajribadan o'tgan deyshadi. Shuni o'qiganimdan mashina bir dukib ketib, sakrab orqaga yiqilib ketdim deydi. Shu ko'prik ustidan o'tishda bir dukib ketgan ekan, o'shanda orqaga qulab ketdim deydi mashinadan. Shu yiqilishda to'g'ri suvga tushibdi. Hozir meni boshimdan otsa kerak deb kallamni suvga chiqarib kirgizaman, kirgizaman, hech kim otmaydi deydi. Qorong'u bo'lgan kun ham u soldatlar sezmay ham qolgan, o'zi yonidagi tushib ketgan. Shu ketishda shu kallamni chiqarib kirgizib, suv bir devor tagidan oqib kirib ketgan. Kirsam bir hovuz bor ekan deydi. O'sha hovuzga tushib qoldim. Keyin ertalabgacha o'sha hovuzda ichida yotdim deydi. Qayerga borishga ham qo'rqib. Hovuz egasi bir cho'pon kishi ekan, keyin ko'rib buni ahvolini tushungandan keyin sutlarini almashtirib, tog'da bir qo'ylarni haydab toqqa chiqarib yuborgan ekan. Shu yerdan kunimni o'tkazib, shu yoqda tirik qolib ketdim deydi. Allohga tavakkal qilsa buni misollari ko'p. Alloh taolo o'zi asraydi bu narsani. Bu tavakkal qilishlik, yana aytamiz, iymondan kelib chiqayotgan narsalar. Bu vojib bizga. Allohga va alallohi fatavakkalu in kuntum mu'minin. Agar mo'min bo'lsanglar, Allohga tavakkal qilinglar deyildi. Demak, tavakkal qilishlik bu dunyoni ham saodatini olib keladi, oxiratda ham saodatini olib keladi. Yana bizning shayxlarimiz aytgan narsalardan biri, tavakkal qilishlik shunday narsaki, Alloh taoloni sabab bilan musabbabning o'rtasida Allohning vakolat sifati bor deydi. Buni ozroq sharhlashga muhtoj gap bu. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo har bir narsani sababga bog'lab qo'ydi. Masalan, bir shisha narsani tepadan pastga tashlasangiz sinadi. To'g'rimi? Sabab bu ham, o'sha tushib ketishligi sabab bo'ladi. Xuddi shunday, masalan, sovuq joyda o'tirsangiz, sovqotasiz. Bu sovqatishligingizga sabab bo'ladi. Olovga qo'lingizni tegizsangiz, kuydiradi bu narsa. Mana bu sabab, kuyishlik musabbab bo'ladi. Shishani tepadan pastga tashlashlik sabab bo'ladi, uni sinishligi musabbab bo'ladi.
albatta mana shu sabab bilan musabbabni o'rtasida Allohning vakolat sifati bor derdi. Ya'ni bu degani, agar Alloh o'shanga sin desa sinadi. Agar sindim Alloh ruxsat bermasa sinmaydi. Buni misoli mana Ibrohim alayhisalom. Alloh ba'zi narsalarga sabab qilib qo'ygan, qanday uni aqlimiz yetmaydi. Masalan, suvda ayting, olovni o'chiruvchi narsa. O'zi suv H2O dan tashkil topgan. H2O degani ikkita vodorod bilan bitta kislorod degani. O'sha vodorod bilan kislorod ikkosi ham portlovchi modda. O'tda portlovchi modda. Ikkita portlovchi modda yig'ilib nima bo'lyapti? O'chiruvchiga aylanib qolyapti. Alloh xohlasa o'sha yonuvchi bo'lishi ham mumkin yana. Va izal biharu sujjirat. Mana Qur'onda aytilgan va izal biharu sujjirat. Hali vaqtiki dengizlar yondirilsa degan. Dengizlar yonadi hali. Qiyomat kunida dengizlar yonadi deyilgan. Va izal biharu sujjirat. Demak bu suv o'zi yonuvchi narsa, lekin yong'inda o'chishlikka sabab qilib qo'yibdi. Yoki bo'lmasa masalan farzand xursandchilik narsa, to'g'rimi? Farzand hamma bilamiz, farzand shuni deb o'ylaymiz biz, ne'mat bu. Moli dunyo bu ne'mat, xursandchilik, yaxshilik keltiradi deb o'ylaymiz. Yo'q, aksincha bo'lishi ham mumkin. Alloh aytadiki: "Fala tu'jibka amwaluhum wala awladuhum, innama yuridullohu liyu'azzibahum biha." Mana shu bilan azoblamoqchi Alloh taolo. Demak, eng katta hayotda xursandchiligi bo'lgan moli dunyo bilan farzand o'sha insonga azob bo'lib kelishligi ham mumkin ekan. Mana bu sabab bilan musabbabni o'rtasida Allohning vakolati borligi. Demak, biz sabablarga suyanmaymiz. Lekin amal bobidan sababni tashlamaymiz. Bu narsa muhim tushunishligimiz. Tavakkal qilishligimiz bu qalbda amali. Qalbimiz bilan Allohga suyanamiz. Alloh taolo shu xohlagan narsa bo'ladi. Masha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun. La havla va la quvvata illa billah. Allohu ala kulli shayin qodir. Ana shu suyanamiz bu narsaga. Lekin amal bobida sabablarni ushlaymiz. Nima uchun? Alloh taolo shunga buyurganligi uchun. Lekin aniq ishonamizki, bu sabablar bizni qutqarib qola olmaydi. Sabab bizni qutqarib qola olmaydi. Masalan, sahobalar kofirlar bilan jang bo'lgan paytlarda doim yengib kelgan. Qaysi jang bo'lmasin, sahobalar adadi kam bo'lgan. Illa Hunayn g'azotida ko'p bo'lgan. O'shanda sahobalar aytgan ekanki, bugun biz qillatdan, ya'ni kamlikdan yengilmaymiz degan. Tayyorgarlikda ham, odamda ham, nimada ham ko'p bo'lgan, kofirlardan kuchli bo'lgan. Lekin o'sha paytda ular hammasi orqaga qarab qochgan. Allohga bo'lgan suyanch u boshqa narsa u. Sababni ushladim degani bo'ldi, ish bitdi degani emas bu. Yoki sababsiz qoldim degani ish bitdi degani emas. Masalan, hech sizda bir xotirjam hech narsangiz qolmadi. Mana shu paytda bilingki, Alloh yordam beradi sizga. Shu haqda Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Amma yujibul muttarra idza da'ahu va yakshifu su va yaj'alukum khulafa al-ard." Odam muhtoj bo'lib qolgan paytda kim ijobat qiladi duoni? Esingizda qolsa ana shu narsa. Qachon muhtoj bo'lib qolgan paytda, hamma tomondan sizni yordam uzilgan paytda, ey Alloh, o'zing yordam berding, yordam bermay qo'ymaydi. Vallohi yordam bermay qo'ymaydi inshaalloh. Bu ishonchli gap bu. Albatta yordam bergan va yordam beradi inshaalloh. Hamma tomondan uzilgan paytingizda sizga odamlar mayli uzib tashlasin yordamini. Hamma tomon uzilgan paytda siz ana shu payt Alloh bilan qolasiz. Bu payt eng ishonchli bir lazzatli payt bo'ladi. Ana shu qo'lni ochib agar ey Robbim yordam ber desangiz, o'zi yordam beradi. Zubayr ibn Avom radhiyallohu anhu dunyodan o'tish paytida o'g'li Abdulloh ibn Zubayrni chaqirib, o'g'lim, meni bo'ynimda katta qarz bor. Shuni to'laysan degan ekan. 1.200.000 qarz bor ekan. 1.200.000 juda katta qarz bu. Shuncha qarz bo'lib o'lgan ekan. Alloh rozi bo'lsin. O'g'liga bo'ldi to'layman deb bo'yniga olgan. O'shanda Abdullohga aytgan ekanki, agar qiynalib qolsang, Mavlomdan so'ra degan ekan. Abdulloh aytadi, hech xayolimga kelmay so'rabman. Mavloingiz kim ota desam, Mavlom Alloh deb aytdi degan. Keyin bu kishi dunyodan o'tib ketgandan keyin amakisi keldi. Zubayrning akasi kelgan ekanda, ukasi, bu akamning qarzi ko'p deb eshitardim. Qancha qarzi bor ekan desa, 100.000 degan ekan Abdulloh. O'zi 1.200.000. 100.000 desa, oho, shuncha qarz tashlab ketdimi sizlarga degan ekan. 200.000 bo'lsa-chi bu degan. 200.000 bo'lsa sizlar uni to'lay. 400.000 bo'lsa-chi degan ekan.
400 ming bo'lsa sizlarni tamoman yomon holatga tashlab ketgan bo'ladi otangni. Keyin gapirmagan ekan. Agar qiynalib qolsang mendan ham yordam so'ra, ba'zi bir tomondan men ham yordam berishga harakat qilaman senga degan. Shu bilan bu kishi qarzlarni berishlikka harakat qilgan. Buxoriy rahimahulloh bob ajratganda o'sha qarzni beraman deb yurgan odamga Alloh barakat berishligi yoki boshqa bobda mujohid kishini moliga Alloh baraka berishligi deb shu hadis keltirgan. Shu hadis keltirgan, Alloh baraka bergan u kishini moliga. U kishini bog'i bo'lgan katta bog'ini 16 juzga bo'lib, juzlab sotgan o'g'li. Makkada 11 ta uyi bo'lgan ekan. Yana Madinada qancha narsalar bo'lgan, hammasini sotib qarzlarini to'lagan ekan. Qarzlarini to'lab bitgandan keyin merosxo'rlar, o'shanda men aytmoqchi bo'lgan joyim, Abdulloh ibn Zubayr aytadiki, qaysi bir joyda qiynalib qolsam, ey Zubayrning mavlosi yordam ber derdim, ishim bitib ketaveradi degan. Ey Zubayrning mavlosi yordam ber desam, ishim bitib ketaveradi. Demak, Alloh bizning mavlomiz. Vallohu mavlakum. Vallohu mavlallazina amanu. Alloh iymon keltirgan odamlarning mavlosi Alloh taolo. Mavlo degani yordamchi degani. Suyanadigan zotimiz degani. Albatta sizga yordam beradi. Zubayrning mavlosi yordam ber derdim, ishim ochilib ketaverardi degan. Keyin qarzlarni to'lab bitgandan keyin merosxo'rlar kelib turib, endi merosimizni tarqating deganda, yo'q, tarqatmayman. 4 yil mavsumda e'lon qildiraman hajda. Chunki Zubayrni qarzdor odamlar bu yog'i Basrada, bu yog'i Misrda, bu yoqda qolib ketgan bo'lishi mumkin. Hajga kelganlarga e'lon qilamizki, Zubayrni kimda qarzi bo'lsa, kesin o'g'li to'layapti deb e'lon qilamiz degan. 4 yil. 4 yil e'lon qilgandan keyin, hech kim qolmagandan keyin, endi kelib meros tarqatamiz deb merosini tarqatgan ekan. O'shanda xotinlariga 1 million 200 mingdan tushgan ekan. Xotin bilasizmi, merosda qancha oladi? 8 dan 1ni oladi. 4 ta xotin o'shani bo'lib oladi. Mana shunchadan merosni tarqatgan. Alloh taolo barakasini bergan. Ya'ni Alloh taolo iymonli odamlarning mavlosi. Qachoniki bir qiynalib qolsangiz, hech yordamchisiz qolgan paytingizda Allohning o'zi yordam beradi. Mana oldin ham aytib o'tgandek, Ikrimat ibn Abi Jahlni islomga kelishligiga ham shunaqa voqea sabab bo'ldi. Rasululloh Makka fathi bo'lgandan keyin Ikrimat ibn Abi Jahl, ya'ni Abu Jahlning o'g'li, qochib chiqqan Makkadan. Qochib chiqib, haligi Habashistonga o'tib ketaman, Afrika davlatlariga o'tib ketaman deb dengizga bir kemaga mingan. Kemaga mingandan keyin kema qattiq bir to'lqinga uchragan. Shunda kemadagilar aytgan ekanki, Allohga duo qilinglar deb qolgan hammasi. Qaysi Allohga deganda, osmondagisiga duo qilinglar degan. Quruqlikdagilar chitsa, ular bu yerda foyda bermaydi degan. Hozir vaziyat og'ir degan. Qiyinchilik bo'lganda faqat shu osmondagisi yordam beradi degandan keyin, bu nima degan gap degan. Bunday paytda yordam bermasa nima qilamiz unga ibodat qilib degan. Vallohi agar shu yerdan omon chiqsam, Muhammadning oldiga borib kechirim so'rayman, u meni kechiradi degan. Xuddi aytgandek bo'lgan. Oyoq quruqlikqa teyishi bilan Rasulullohning oldiga qaytib kelgan. Rasulullohning oldiga kelib turib, iymon keltirgan va iymoni go'zal bo'lgan. Alloh taolo mana shunday qiyinchilik paytida o'zi yordam beradi. Buni aytib qo'yibdi: "Amma yujibul muttarra idza da'ahu va yakshifu su'a va yaj'alukum khulafa'al ard. Ay ilahum ma'alloh." Shuncha gapdan keyin yana Allohdan boshqa iloh bormi? Demak, bu narsani agar yaxshilab odam qalbi bilan ta'ammul qilib suyansa, u odamdan ko'ra kuchli odam bo'lmaydi. U odamdan ko'ra baxtli odam bo'lmaydi, o'sha odamdan ko'ra xotirjam odam bo'lmaydi. Bu tayanchiz Alloh bo'layotgan bo'lsa agar, bizda shunchalik katta bir boylik borki, buni biz sezmaymiz biz. Arzimagan narsalar bilan odam o'zini o'zi zaif sanab xafa bo'lasiz. Ba'zi narsalardan juda ham odam zaiflikka tushib ketadi. Inson o'zi bir zaif narsa. Inson faqir, muhtoj inson. Ana shu muhtojligimiz agar Alloh bilan to'lmasa, hech narsa bilan to'lmaydi. Hech bir ibodat, hech bir narsa yo'qki, maqsud lizatihi bo'lgan ibodat yo'q. Har biri o'sha vasila. Ya'ni bu degani, masalan, ovqat yeyishlik maqsadmi yo vasilami? Bu vasila nimagadir yetkazadi. Buni dalili, ovqat yeb bo'lgandan keyin ishingiz bitami? Yo'q, ish boshlanadi keyin. O'zi ovqat yeyish uchun harakat qilamiz. Qancha ovqat topish uchun urushib, tortishib, xuddi o'rmondagi hayotga o'xshaydi bizning hayotimiz. Birovlardan yulib olib kelib yeysizda, yeb bo'lgandan keyin bo'ldi, maqsadga yetdingizmi? Yo'q, uni hal qilish kerak endi. Undan ko'ra qiyinroq narsa, ochlikdan ko'ra qiyinroq narsa boshlanadi odamga. Demak, bu maqsad emas ekan. Namoz o'qishlik ham maqsad emas.
bitta maqsad Allohni o'sha qalbingizdan Allohni tanishlik, Allohga yetishlik. Buni dalili Alloh taolo aytadi: "Va anna ila robbikal muntaha." Va anna ila robbikal muntaha. Oxiri yetib borayotgan joy Alloh. Ana shu narsa agar qalbingizga Allohni ma'rifati singsa, bu odam xotirjam bo'ladi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya degan xitobga odam loyiq bo'ladi. Bu qiyin narsa emas bu. Lekin u narsaga ozroqgina ta'ammul kerak. Fikrlash kerak. Bunday o'ylab qaraganda Allohning qudratiga la havla va la quvvata illa billah degan kalimani ma'nosini o'ylab qarasa, bu hayot tajribadan o'zingizdan ham kelib chiqsa bo'ladi bu narsani. Qancha ko'rgan narsalaringiz borki, qancha bir holatlarda eslaysizki, Alloh yordam bergan o'shanda. Alloh o'zi yordam berdi deysiz. Buni tarixiy misollari juda ham ko'p. Va aqulu qawli hada va astagfirulloha li va lakum.